o'tib ketaverdim. Shundan qarasam, mana bitta uzun proyekt. Inshaalloh. 2017-yil adashmasam, tayyorsi qilingan. Botirxonaga gap yo'q. Zo'r chiqdi, lekin birga bir bo'lib. Ular so'raganlaridagi qilib chiroyli qilib bir nechta variant ko'rsatganmiz. Hozirgi shu variant yoqqan. Shunga o'xshagan uylarni rasmini ko'rsatib, menga shunaqa qilib berganlar. Mana shu berganmiz. O'zingizga izohda yozib qalay chiqdi. Shunaqa uylar bo'lganda yashaydilar maza qilib. Eng qizig'i, bu uy men uydan sotib olganlar bu yoni, burchi joy bo'lgan. Hovlisiz uy bu. Xudodan amerikanskiy kinoda ko'rsanglar, ko'chadan to'g'ri yuqoriladi. Xuddi shunaqa uy qilingan bu. Boshqa loyihalarga farq qiladigan joylari shunda. Degan men akalarni ko'paytirib chiroyli qilib beradiganlar, mana shunaqa qilingan. O'zlariga yoqqan darajada bergan hisoblarasi. O'z proyektdan zo'r chiqdi, chunki baribir joy narsa joy edi. Proyektda baribir intriga qilamiz, boshqa qilamiz-ku, lekin joylar vaqti zo'r chiqdi hozir. O'zinglar fikrlaringizni yozib qoldiringiz izohda. Birdan 10 gacha baho bersanglar ham bo'ladi. Kattagarlar like qo'yib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Eng qizig'i buni bu yoqda men tizzadan bizada ham dozani chiqib, tinchlik chiqib ketadigan mashinadan bu orqa ko'chaga chiqsa bo'ladi deganmiz. Mana bitta misol uchun chiroyli qilib archalik qo'yilib, mashina bemalol mana bitta qo'lli qilib o'tirsam bo'ladi, chunki ko'chadagi ancha keng zilon zonalari bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, shu zo'r chiqqan birga bir. O'tirxonaga mazax yashayotgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. Agar shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, siz ham ko'rayotgan bo'lsangiz, izohda o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Bizdan ishimizdan mamnunmisiz yo'qmi? Telefonda gaplashganmiz, mamnunman dedingiz-ku, lekin yana o'zingizga qiziqtirgan savollar yo izohlar bo'lsa, bemalol yozib qoldiringiz. Boshqalarga ham o'zimga ancha qiziq bor lekin. Ko'rib odam mazza qiladi mana shunaqa ishi bo'lib o'zi bitgan. Obyektni ko'rsa, ayniqsa o'zi ancha bo'ldi bu yoqdan o'tmayotganimga, endi qurilishdan bir qish holatida ko'rganim rasmini. Joyda afsus zo'r chiqdi. Shunaqa uyda yashashni niyat qilganlar, izohda o'zingizga fikringizni yozib qoldirasizlar. Kimga shunaqa zamonaviy chiroyli uylar va hech kimda bo'lmaydigan iloji boricha o'zingizga individual xizmat kerak bo'lsa, bemalol quyidagi nomerga murojaat qilsangiz bo'ladi.